Dunyo savodxonlik reytingida O'zbekiston yetakchi o'rinda. Haqiqiy hayotda esa ko'pincha buning aksiga duch kelamiz. 60 yilda bilimni berish podachasi o'zgarmagan. Ammo tan olish kerak, hech bir o'qituvchi bizga yozishni bunday o'rgatmagan. Nima deb yozilganini o'qiy oldingizmi o'zi? Intriga bo'lish kerak, ozgina miyasini ishlatish kerak. Ketdik. Buni syomkalarda qon o'rnida ishlatishgan avvallar. Kech uxlaydi, erta tura olmaydi, choy ichmaydi. Bu bilan miya yaxshi ishlamaydi. Maktablarning deyarli hammasida kompyuter, kutubxona va isitish tizimi mavjud. Biroq atigi 30% maktab kanalizatsiyaga ega. Har 10 o'quvchining 7 nafari hojatxonadan chiqib, qo'lini yuvish imkoniyatiga ega emas. Kameraga balo bormi? Ha, nima bo'lyapti? Bormi ora? Ta'mirga muhtoj maktablarning katta qismi Toshkent, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida joylashgan. Chiroyli maktablardan ham ko'ra biz sifatli ta'limga muhtojmiz. Nima qilish kerak? Xo'p, eng ko'p beriladigan savol. Bo'ldi, maktabga kelib ishimni shuga belib qo'yaman. Ishda turadi. Mashiga qo'yib qo'yaman-da ishimni. Mashiga turadi. Yettala soat 6:30da uyg'onaman. Bitqinlar yuvib kelaman, baland tarbiya qilaman, keyin choy ichaman va keyin maktabga jo'nayman. Sovuq kunlari piyoda, agar havo iliq kunlari esa eshakda boraman. Maktabga 1 soatda yetib boramiz. 9:30gacha, 8:30larda jo'naymiz. Sinfda 6 kishimiz, boya aytganimdek. 5 ta o'g'il, bitta qiz bola bor. Durdonalasizmi? 6 soat bo'lsa 2:40 da tugaydi. 2:40 darsimiz tugaydi. Kelajakda endi adabiyot va tarixga qiziqaman. Adabiyot ma'lum bo'lmoqchiman. Bu suvlar har ham chiqarmas, bahorda katta bo'ladi. Tepasi tepmaydimi? Yer. Yumshoq hami, qattiq hami. Benzin tugagandir. Ya benzin bor anu. Narga shay ko'rib, anaqa talvaslab qoldi, onayman ko'rib. Ketdik. Qo'limdagi bu idishni yarim to'la yoki yarim bo'sh deyish mumkin. Va ikkala ta'rifim ham mos tushaveradi, to'g'rimi? Yomon sharoitli maktablar, ularga olib boradigan og'ir yo'llar bir taraf bo'lsa, shunday vaziyatda ham darslarni qoldirmay, yana yaxshi o'qiyotgan o'quvchilar xuddi mana bu misolimizga to'g'ri keladi. O'rta ta'lim subyektivdan doim so'raladigan, kutilgan mavzu. O'zbekistondagi yo'l va transport tizimi haqida bundan oldin tayyorlagan ko'rsatuvimiz ostida ham eng ko'p like yig'gan izohlardan biri ham shu edi. Maktab o'qish va yozishdan mutlaqo xabari yo'q kichkina bolaning butun kelajagini belgilab beruvchi ko'prik. 10 yil davomida o'quvchi yo kuchli bilimli yoki besavod insonga aylanadi. U hayotning shunday jiddiy, mas'uliyatli bosqichi. Bugun biz ham sharoitsizliklar, ta'limning ahvoli, o'qituvchi va o'quvchilarning bilim darajalari haqida hammaga ma'lum gaplarni takrorlashimiz mumkin edi. Yo'q o'rtoqlar. Muammolarni hammamiz bilamiz. Baqir-chaqirlar foydasiz. Bo'ladigan ishni qilib, yondashuvni biroz o'zgartiramiz. Nimalar qilinmagani emas, nimalar qilsak vaziyatni yaxshilashimiz mumkinligini tahlil qilganimiz yaxshiroq menimcha. Nima deysiz? Subyektiv formatiga ham shunisi mosroq. Bolalar nega o'qimayapti? O'qituvchilar nega o'qita olmayapti? Ota-onalar va ustozlar o'rtasidagi nizolar, hokimiyat va boshqa davlat organlarining dars jarayonlariga aralashuvi. Soliq inspeksiyasiga borib yoki telefondan soliq ilovasidan hisoblatib to'lashlari kerak. Maktab hojatxonalarining ahvoli, bolalar taomnomasi, sun'iy intellekt zamonida qaysi kasbni tanlash, yaxshi oylik uchun o'qituvchilar nimalar qilishlari kerakligi. Oho, sizlar bilan gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Ishoning, bugungi ko'rsatuvni ko'rganlarning maktab ta'limiga munosabatini o'zgartirishni maqsad qilganmiz. Yaxshi tomonga albatta. Mamlakatimizda har 6-chi o'zbekistonlik o'quvchi, har 75-yurtdoshimiz esa o'qituvchi. Bu qanchalik katta qamrovni o'z ichiga olgan muhim soha ekanligini tasavvur qilavering. Ana shuning uchun ham bugun hamma oilaviy ko'rish kerak bo'lgan ko'rsatuv tayyorladik.
Uning ommalashishi uchun oddiy like bosib qo'yish, sahifamizga obuna bo'lish, videoni Instagram sahifangiz bormi? Telegramda qanday guruhlaringiz bo'lsa, ulashib qo'ysangiz hech narsa yutqazmaysiz. Bu bilan har birimiz ta'lim oldidagi kichik burchimizni bajargan bo'lamiz. Ketdik. Yana bir soatli yuramizda, normal mashina yurib tursak. Men hali maktabga bormasimni berib eshak minganman. 5 yosh, 6 yoshlarimdan eshakka minganman. Birinchi sinfga borishdan beri bo'lni eshak minib qatnayman. Sinfda ham yana bormi? Eshakda keladiganlar yoki faqat sizlar eshakda borasizlarmi? Bor endi, ular ham piyoda hozir piyoda boradi, sovuq-ku. Shunga issiq kunlari eshakda boradimi? Ko'p qiz bolalar piyoda boradi. Darsdan bo'sh vaqtlaringiz nima qilasizlar asosan? Darsdan bo'sh vaqtimiz maktabga kelgandan keyin shu bizlar echkilarimizga qaraymiz, mollarimizga qaraymiz. Yumshoq qilamiz, xashak. Echkilarimiz sanab qolmaymiz, kam emasmikan deb. Nechta echkim bor o'zi? 133 ta echkim bor. Qancha? 133 ta. Oho, 133 ta echki. Nechta qo'y, nechta qoramol bor? Qoramollarimiz ham 10 ta bor. Qo'ylarimiz ham 10 ta bor. Biring. Ay! O'zi eshak azda yerga kelaydi-da. Dalalarni qo'ydi. Biring, ishlang. Yiqilaman. Ishlang. Mana o'zing bordi. Anshaqa biring. Biring. Ha, o'sha yoqqa biring. Pastga biring. Umrimdan Narpilga o'ting. umrimdan bunaqa eshakni odam ko'rmadim lekin. Haydang. Eng avval ko'rsatuvni tartibga solib, maktab ta'limiga javobgar barcha figurantlarni aniqlab olamiz. Ular o'qituvchi, ota-ona, davlat va o'quvchi. O'quvchilarga aytadiganlarimizni ko'rsatuvning oxiriga olib qo'yamiz, chunki kattalar uydami, maktabdami bu videoni bolalarga oxirigacha qo'yib berishlariga ishonamiz. Lekin qolgan barcha figurantlarning manfaatlari o'quvchi nuqtasida kesishadi. Ularni bugun o'qimay qo'yganlikda ayblash noto'g'ri. Sabablarni o'rganish kerak. Bugun o'quvchilar talablariga moslashayotgan o'qituvchilar yo'q emas, kam emas. Ular faqat zerikarli darslar bilan cheklanib qolmasdan, o'z fanlari targ'iboti bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda ham anchagina faol. Faqat san'atkorlar mashhur bo'la oladi degan eski stereotiplarni shifokorlar, arxitektor yoki psixologlar qatorida o'qituvchilar ham buzishgan. Ularni faqat maktab bolalari emas, kattalar ham qiziqish bilan kuzatishyapti. Ularni hurmat qilishadi, ko'rsatayotgan natijalari orqali daromadlari ham shunga yarasha. Maktab paytlarimizda bu fan bizga nimaga kerak degan savollarni ko'p berardik. Ayniqsa fizika, kimyo yoki geometriya fanlariga nisbatan. Bugun esa ular hayotda eng asqatadigan fanlar ekanligini afsuski kech anglab yetganmiz. Hozirgi o'quvchilarda ham shu savol tug'ilganda, ularga oddiy, hayotiy misollar bilan dars o'tayotgan o'qituvchilar ko'p. Xo'sh, bugungi fanlar qanday o'tilishi kerak? Buni syomkalarda qon o'rnida ishlatishgan avvallar. Hozir siz bilan bitta kompleks hosil qilamiz. Temir radonitli kompleks. Buning uchun mana temirdan solasiz, ko'proq kompleks olasiz. Bu nima hozir? Bu temir 3+ kationini sovamiz. Endi bo'ldi. Bu radonit. Formulasini ko'rsangiz SCN-. Endi bunga solganingizda kompleks hosil bo'ladi. Temir radonitli kompleks. Mana. Buni men sizga nima ko'rsatdim? Bu qonga o'xshagan qizil bo'lgani uchun buni syomkalarda qon o'rnida ishlatishgan avvallar. Ana birdan hayolimga keldi, qonga o'xshar ekan desam. Ha, juda ham qonga o'xshagani uchun buni shunaqa ishlatilgan momenti bor. Ha, bu tanaga tegib ketsa zararsiz, a? Yo'q, bu zaharli emas. Kimyo fani, meni fikrimcha, bu bazaviy yashash uchun kerak bo'lgan bilimlardan bittasi. Nimaga? Masalan, atrofga qaraydigan bo'lsak, bizning ko'zimiz oddiy, odatlangan u narsani ko'rishga, lekin u aslida kimyoviy jarayon bo'lib chiqadi-da. Masalan, ovqat pishirish deylik. Oqsil denaturatsiyaga uchraydi. To'g'rimi? Tuxum pishirsangiz rangsizdan oqarib qoladi-ku. Bu degani oqsil denaturatsiyaga uchraydi-da, cho'kadi.
Mana shunaqa har xil mayda narsalar bular aslida kimyoviy jarayonlar. Qaysiniki biz sezmaymiz uni kimyoviy jarayonligini. Hop. Mana buni qo'ysak, aylanish kerak. Savol bu nega aylanyapti? Issiq havo yuqoriga chiqadi va aylantiradi mana bu narsani. Havo hozir mana shunaqasiga chiqib ketyapti mana bu yoqqa. Tushundinglar? Fizikani bundoq olib qaraganda har doim 5 olganman, lekin nima uchun o'rganayotganimni bilmaganman-da. Shu o'qituvchidan qo'rqqanim uchun attestatimga 5 tushishi uchun o'qiganman. Va u formulalar bizga o'zi nima kerakligini bilmaganmiz. Xo'p, fizika fani nimaga kerak? Xo'p, eng ko'p beriladigan savol. Fizikani yaxshi bilgan kim bo'ladi? Siz 100% bolalar fizika o'qituvchisi bo'ladi deydi. Demak, nimaga yana qiziqish yaxshi emas? Fizikani oxiri nima bo'lishini bilmaydi ko'pchilik. Menimcha hech qaysi odam oxirini ko'rmasa yaxshi qilmaydi ishni. Fizikani oxiri bu muhandislik. Maktabda o'rganishingiz nima uchun? Qarang. Siz balkim ichingizda muhandislik bordir, injiniring bordir. Qolganlarini o'rgatishdan maqsad bolani o'sha muhandislikka layoqati bormi, qiziqishmi, bormi, yo'qmi ko'rish. Fizikani zo'r o'rgatish kerak emas. Fizikaga qiziqtirish kerak. Fizikani o'rgansang qanaqa bo'ladi, kim bo'lishing mumkin, fizika nimalarni o'rganadi deb fizikani orqasini ko'rsatish kerak. Bola agar o'shanda mehri oshib, shu narsada layoqat topsa, fizikani zo'r o'rganadi. Boshqacha rakursdan qaraydi. Boshqacha rakurs, ko'p narsani tushunishni boshlaydi bolalar. Shu tushunishga yordam beraman men asosan. Sun'iy intellekt yenga olmaydigan kasblardan biri muhandislikka bugun dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida ham talab katta. Fizikani o'qib kim bo'laman? Bu fan menga nega kerak o'zi deydiganlar bugun dunyoda muhandislarga to'lanayotgan o'rtacha yillik maoshlarga bir qarab qo'yishsin. Masala ishlatib, birliklarda chalkashtirib, darajalar bilan qiynamayman. Formulani mag'zini tushuntiraman, ma'nosini. Shunga doir tajriba ko'rsataveraman. O'sha narsani prosta ma'nosini tushunmasin. Masalan, bitta mavzuni aytaman, Bernoulli tenglamasi bor. U bir hafta o'tiradigan mavzu. Bernoulli qonuni tenglamalar asosida uni tushuntirib, gidrostatik polni holatlarni ko'rasiz, lekin ma'nosi bittada uni. Bitta ma'no. O'sha bitta ma'noga doir 7 ta tajriba ko'rsataman. Bola shunday tushunib oladi shu narsani. Lekin ana formulalarni tushunmaydi-da. Lekin o'sha formulalarda tagidagi ma'no bitta dona ma'no. Ana shunaqa qilib hamma narsani soddalashtirib bolaga fanni oson qilib ko'rsatamiz, chunki fizika qiyin fan. Bolaga fizikani oson qilib ko'rsatasiz, bola "Vau, zo'r ekan" deydi-da. Yopishgandan keyin uni qanaqa qiyin narsani o'rganganini bilmay qoladi. O'rganib bo'lgandan keyin qiyin narsani o'rganman deydi. Talaba darsda o'tiribdimi? Darsda ozgina miyasini ishlatish kerak birinchi. Ikkinchisi ani ozgina mana hayajonlanib turish kerak darsda. Intriga bo'lish kerak. Intriga bo'lish kerak. Ozgina hayajonlanish kerak, ozgina miyasini ishlatish kerak. Marhamat, ochamiz. Sepdimi? Mana bularga seping-da, seping. Sepda. Oching. Tushundinglar? Kraska shunaqa tipda ishlaydi. Ani baklashkadan suv olasizlar-ku. Shunda ishlaydi. Atir sepasizlar, shunda ishlaydi. Bernoulli. Golfda puflab chiqarsa bo'ladimi? Xo'p, mana buni-chi. Kompressor hammadan kuchli. Mana shu kompressor bilan itarsak shuni hozir. Mana shu kompressor bilan itarsak chiqadimi? Tushmayapti. Mana tushmayapti. Nima bo'ldi? Dars teskari qilsa ham tushmadim. Kompressor kuch yetmayotgandir. Qaysi nuqtada havoni tezligi eng katta? Ikkinchi nuqtada. Demak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, balandlik nuqtai nazaridan mana shu yerda ozgina joy bor, to'g'rimi? Demak, balandliklarga e'tibor bermasak bo'ladi. Shundan mana shu ikkitasini qisqartirib oladigan bo'lsak nima bo'ladi? Bu joyda tezlik baland bo'lsa, demak, bosim. Bernoulli tenglamasini xulosasi shunaqaki, qachonki tezlik suyuqlik va gazda baland bo'lsa, o'sha joyda bosim past bo'ladi. Tepada bosim baland. Bu degani tepadan bosim david qiladi, bosadi. Siz buni qancha puflaganingiz sari
u atmosfera bosim ko'p. Mana bu yerda atmosfera bosimini kamaytiryapsiz siz. Risk. Ana bo'lsam. Savol. Qarsaylar qani, qarsaylar. Logaritm, sinus, kosinslar, hosilalar nima uchun kerak bo'ladi menga hayotda? Chunki ular juda murakkablik tug'diradi va matematikadan yaxshi o'qimagan o'quvchi bu fanlarda, bu mavzularda qiynaladi. Uni hayotning qaysi joylarida kerak bo'ladi degan savolga ko'pincha o'qituvchilar javob bera olmaydi. To'g'ri to'rtburchak yuzini hisoblash uchun enini bo'yiga ko'paytirib qo'yamiz. Buni hamma biladi. Lekin shu narsa xato. To'g'ri to'rtburchakni yuzini hisoblash uchun enini bo'yi ko'paytirib turib, orasidagi burchak sinus 90 gradusga ham ko'paytirish kerak bo'ladi. Odamlarning baxtiga sinus 90 gradusga 1 ga teng. Va shuning uchun enini bo'yi ko'paytirib 1 ga ko'paytirishni keragi yo'q. Chunki 1 ga ko'paytirsak sonda o'zi kelib chiqadi. Demak, o'zlari bilmagan holda sinusdan foydalanib qo'yadi. Sinus 90 gradusga 1 ga teng bo'lgani uchun u hech qanaqa natijani o'zgartirmaydi. O'sha sinuslarni o'ylab topgan olimlar topmaganda enini bo'yiga ham ko'paytira olmadi. Endi shuni oddiy hayotda olaylik. Qaysidir hovli trapetsiya shaklda yoki romb shaklda bo'ladi. Ularning yuzasini hisoblashda kerak bo'ladi. Yoki qurilishlarda. Hozirgi qurilishlarda arxitektorlar, albatta kuchli arxitektor, kuchli matematik, bu degani trigonometriyani yaxshi biladi u. Sinus, kosinslar bilan ishlaydi doim. Hosila nima uchun kerak? Hosila mavzusi, mana qarang. Hosila, mana misol uchun Eyfel minorasi bor. Eyfel minorasini maketini yasash kerak. O'shani optimal ravishda kichraytirish kerak. Hammasini tengdaniga kichraytirish kerak. O'zi katta Eyfel minorasi necha metr balandligi? Demak, balandligi juda yuqori, necha yuz metr bo'ladi. Endi maketini yasaganda faqat balandligini o'zini kichraytirish yetadimi? Yo'q. Hamma tomonini birdaniga kichraytirish kerak. Hamma tomonini baravar kichraytirish uchun hosila yordamida shuni hisoblashadi. Uni bir funksiyaga aylantirishadi va funksiyani hosilasini olib, uni optimal yechimini topish hosilaga asoslangan. Bitta misol aytyapman. Logaritm o'zi nima? Logaritm bu son. Son oddiy. Mana 1 bilan 2 ning orasida nechta son bor? Bilmaydigan o'quvchi son yo'q deydi. 1 bilan 2 ning orasida cheksiz son bor. O'shaning ichida biz yoza olmaydigan sonlar bor. Matematika aniq fan. Logaritm yordamida mana shu sonlarni yoza olamiz. Biz uchun mana 1.virgul, undan keyin 15 ta raqam turibdi. Buni shunday yozganimiz qulaymi? Yoki logaritm 2 asosga ko'ra 3 deb yozganimiz osonmi? Qaysi biri qulay? Zilzilani aniqlashda logaritmdan foydalanishadi. Zilzila kuchini hisoblashda. Buni ham formulasi bor. Mana 6 balli bo'pti zilzila deydi. Qanday hisoblaydi buni? Mana shu logaritm yordamida hisoblashadi. O'ylaydiki, bir joyda 7 balli zilzila bo'ldi. Bir joyda 6 balli bo'ldi. Ikkalasida qancha farq bo'ldi? Qancha farq bor? Ikkala zilzilada deb o'ylaysiz. Sonlar qayerda o'zgarishni boshladi? Qaysi nuqtalarda o'zgarishni boshladi degan savolga logaritm javob beradi. Javob beradi. 10 barobar kuchli bo'ladi 7 balli zilzila 6 ballidan. Logaritm yordamida hisoblanadi shu. Ustoz, agar shu misolni ishlamasam, meni kechiring. Bu sizni bilim bermaganligingizdan emas, shunchaki men ularni unutib olgan bo'lishim mumkin. Bo'ldi. Sizga rahmat aytadimi desam? Yo'q, birinchi matematika ustozi. Xo'p, intellektual salohiyat tekshirgani subyektiv jamoasiga savol. Mana sonlar berilgan, sonlar ketma-ketlikda IQ test deydi buni. Sonlar ketma-ketlikda mana 4 ta son berilgan va 5-son noma'lum. Ushbu sonni hamma topishga kirishadi. Boshlaylar. Subyektiv jamoasi a'zolari anchagina aqlli. Qaysi qonun asosida? 2 ga ko'paytirish yoki 2 ga ko'paytirish yoki 2 ning o'sha keyingi darajalari. Darajasi. 2 ko'paytirishmi, 2 ning darajasimi? Bir xil-ku ikkalasi. 2 ning kvadrati, 2 ning kubi, 2 ning 4-darajasi, 2 ning 5-darajasi. Juda ham to'g'ri. 2 qo'shilyapti bunga, 2 ning kvadrati qo'shilyapti. Bunga 2 ning kubi. Va hokazo 32. To'g'ri.
Sardor akaga 5 baho. Menga osonroq ekanda, men Muhammadjonnikiga ishlamagan bo'lardim masalan. Muhammadjon aka. Hammaga emas. Qonuniyat bir xil edi, avvalgida bir xil edi. Bir xil qonuniyat qildim. 2 qo'shib ketiladi, 2 ni kvadrati qo'shiladi, 9, 2 ni kubi qo'shiladi. 5 baho Muhammadjon aka. Rohimjon aka. 2 barobardan boshqada. 2 ni kvadrati. 2 ni o'zi, 2 ni kvadrati, 2 ni kubi, 2 ni 4-darajasi 16 qo'shilsa bunga. Demak, 34 to'g'ri. Ibrohim to'g'ri ishladimi? Yana bitta narsa, hammamiz to'g'ri birinchi ishladi. To'g'rimi? Shunaqa. Sardor aka birinchi. Men birinchi ishladim. Men kelgan paytda 32 deb yozib bo'ldim o'zi. Iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda ta'limga qaratiladigan e'tibor tufayli ilm-fan rivojlanishi isbot shart bo'lmagan aksiomaga aylanib bo'lgan. Lekin sharoitsizlik bir bahona ekanligini dunyodagi millionlab misollar bilan isbotlash mumkin. Aks holda Himalayalik Dakar, Meksikalik Ankara, Filomena va Tereza yoki Sibirlik Alyoshalar ekstremal sharoitlarda juda og'ir, olis yo'l bosib har kuni maktabga qatnamagan bo'lishardi. Ularning hammasi najot ta'limda ekanligini kichik yurakchalarida doim his qilishadi. Xitoyga borganimda o'ziga Fatima deb ism qo'ygan bu xonim Xitoyda bugun oldingidek bir oila, bir farzand tamoyili yo'qligi. Shunday bo'lsa-da, oilalarda farzandlar soni ortmayotganini aytadi. Buning sababi ular har bir farzandga alohida loyiha deb qarab, ularga sarmoya tikishadi. Sayyohlarga gedlik qilib ko'p mablag' topa olmayotgan Fatima xonim ham ko'p farzandli bo'lishni istaydi, lekin bu xitoyliklar uchun juda qimmat baxt. What is your name? My name is Santos. Santos? Oh, Mexican name. American name. American name. Oh. Yoki hindistonlik bu riksha haydovchisi Santos bolalarni yaxshiroq o'qitish uchun poytaxt Dehliga olis Bihar shtatidan kelgan. Qashshoqlikdan chiqish uchun yagona yo'l faqatgina ta'lim deydi u. U faqat riksha haydashni bilishini, qishlog'ida kulbada yashashini, agar bolalari savod chiqarib, biror kasb yoki mansabli bo'lsa, g'ishtdan qurilgan ko'p qavatli uyda yashashlari mumkinligini aytadi. Santosning orzusi ham shu. O'zi qolgan hayotini qashshoqlikda o'tkazsa ham, farzandlaridan davom etadigan avlod yaxshi o'qib, yaxshi sharoitlarda yashashi tarafdori. Maktabga borish uchun Sirdaryoni bitta o'zi qayiqda suzib o'tadigan bekobodlik Zamira ham esingizdadir. Albatta bu oqlab bo'lmas darajada xavfli. Lekin bir tarafdan bolalarning baribir maktabga qatnayotganidan umidlanasan. Ular uchun sharoit bahona emas. 8 kilometrli uzoqlikdagi maktabiga hali ham yetib ola olmayotgan Ramazon ham shunday o'quvchilarga bir misol. Sen 2 soat kechikib borgansan. 20 minutga kechikib borganman, eng kechikib borgan kunim. Voy, 20 minutgami? Men bilasanmi, maktabga kechikib qolsam, birinchi 2 soat umuman bormasdim. Hey, Bular 4-5-soatga borardim. kirgizardimi? Ha, qilsam. Qanday bo'lmagan bunaqasidan? Yo'q. Eng kechikib keladigan o'rtoqlaring bormi o'zi? Har doim uxlab qolib kechikib yuradiganlar. Yo'q, unaqasi yo'q. Bunaqasi yo'q. Kitob qiziqib bo'lsa men ham ketaman. Kursga kollejga. Keyin sizga topshirasan. Ozgina qoldi-ku, bu yoqga. Hayda. Hali ancha bor. Bormi? Yarimdan turibdi. Yarimlarga borib qoldingiz. O'qituvchi bo'lsang, qayerda ishlashni orzu qilasan? O'zing qishlog'ingga qaytasanmi yoki boshqa joyda ishlaysanmi? Qanaqa rejalar? Rejalarmi? Rejalar shu Navoiydami? Dars bersam, unaqa. Nega o'zing qishlog'ingda dars o'tishga qaytging kelmaydimi? Yo'q, o'zimizni qishlog'imiz yaxshi, endi xudo xolasa farqi yo'q. Endi ba'zi qishloqlar yaxshi-ku, lekin bu qishloqni yo'llari katta-ku. Navoiylarmi, xatirchilarmi, toshkentlarmi mana-ku. Hamma joyasiman, shahar. Tekis. O'zim sezganman, juda ham talantli bolalar ko'p deb bizada. Men onlayndan dars o'taman o'zim. Chunki kela olmaydi Toshkentga ko'pchilik shu tomoni bor. Onlayn dars o'tganimda ko'rganman, juda ham potensiali bor, aqlli bolalar borda, lekin ular bilan hech kim ishlamaydi. U potensialiga qolib ketaveradi-da, realizować qilishga ulgurmaydi. Afsuski. Gadjetlarning hisobiga bolalarning fokusi, konsentratsiyasini bitta narsaga qaratish qiyin bo'lib qolgan hozir. Ota-ona va o'qituvchi, bola 3 kishi bitta kompleksda ishlasa, buni yechish imkoni yaxshiroq bo'ladi. Urmaysizmi bolalarni? Tetrisda displey bor-ku, Tetrisdan narsalar tushadi. Kubik, domik degani o'yin bu. Tetris и PUBG'lik o'yin, takoy zo'r joy grafikasini. U yerda nechta element bor PUBG'da? Nechta element, qancha narsa, bu yerda Tetris turibdi.
Necha yil farq bo'ldi? Tetris 90-yil bo'lsa, bu 2020 deylik. 30 yil. 30 yilda qanaqa o'zgargan bolani qiziqishi. Biz Tetrisni maza qilib o'ynardik. Hozirgi bola Tetris o'ynaydimi? Bitta bundoq qarab ko'rib, ha deb otib yuborish mumkin. Counter Strike, GTA'larni oling, qanaqa rivojlanib ketdi qisqa vaqt ichida. Bolani qiziqishini tortish uchun manaqa ko'payib ketdi. Struktura, dizayn, grafik. Lekin darsdan maqsad ham bolani diqqatini tortish-ku. 40-yilga qarasangiz, doska bilan ustoz turibdi, bolalar o'tiribdi, qo'lida bir 2025-yil ham darsga kiring. Doska, rangi sal chiroyliroq, qo'lida flomasterdir. Ustoz turibdi, bolalar 60 yilda bilimni berish podachasini ko'rinishi o'zgarmagan. Bilimni berishni formasini o'zgartirish kerak. Bilimni o'zi o'zgarmaydi, bilim har doim bir xil bo'ladi. O'yinni ham shunaqa. Bola o'sha Tetrisni o'ynab ham o'sha maza qilgan, PUBG'ni o'ynab ham o'sha maza qiladi. Maza o'zgarmayapti. Berishdagi forma o'zgaryapti. Bilimdagi struktura o'zgarmay qolib ketgan. Lekin rivojlangan davlatlarda bu narsa o'zgargan. O'shaning uchun ham qiziqmayapti deymiz, o'qimayapti deymiz, bola dangasi bo'lib ketgan. Ayblash osonda. O'zimning fikrim, biz san'at bilan ta'lim sohasini birlashtirmagunimizcha, menimcha ta'lim sohasi rivojlanmaydi. San'at sohasi bor-ku, teatr sohasi, kino sohasi, musiqa sohasi. Ta'limni o'sha bilan birlashtirmasangiz, ta'lim rivojlanmaydi. Birlashtirish kerak. Ya'ni rang-baranglik bo'lishi kerak. Rang-baranglik bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa primo integratsiya bo'lishi kerak. Meni fikrim, maktabda aynan 6-sinfdan 7-8-9-sinfgacha meni fikrim baholash sistemasini olib tashlash kerak. Baholashni. Aynan fizikadami yo umumanmi? Menimcha hamma fandan. Chunki nimaga? Mana 5-sinfgacha bolani xolasiz urib o'rgatish kerak. Chunki 5-sinfgacha yozish, shunaqa narsalarni oladi-yu. Uje bola normalni bilgandan keyin hamma yozishni, o'qishni, hamma narsani yaxshi o'rgangandan keyin bolani o'zini ichidagi qiziqish chiqish kerak. Qiziqishdan qat'iy nazar hamma o'qishni yaxshi bilish kerak, yozishni yaxshi bilish kerak. Matematikadagi oddiy his ko'paytirish karajalarini bilish kerak-da bola yaxshi. Undan keyin o'sha qiziqish ochiladi. Aynan o'sha 6, 7, 8 paytda bola hamma tomonga o'zini urib ko'rish kerak. Lekin 7, 8, 9 da unda hali institutga kirish degan mas'uliyat yo'q. U o'zini qiziqishini topish kerak payt. O'sha payt uni baholash kerak emas. Qo'yib qo'yish kerak o'ziga. Masalan, hozir ham mashqda turganlar ham ko'p o'zi yaxshi ko'radigan ishni qilmayapti. Majburligidan yaxshi pul bergandan qoldi. Ana shu bizning muammomiz. Bolani ichidagi qiziqishni chiqarib olib turib, keyin yo'naltirish kerak. Hozir ham mana o'zingizdan misol qilib olib ko'ring. Ko'p ishlarni bir tashqi omil uchun qilyapsiz. Masalan, yaxshi pul bergani uchun, shunaqa qilishingiz kerak bo'lgani uchun, haydalib ketmasligingiz uchun qilasiz. O'zingizga qo'yib bersa, o'sha ishni qilmaysiz. Yoki ota-onamizning orzusini amalga oshirish. Orzuni qilish uchun endi qilmasam bo'lmaydi-da, shuncha qilib qo'ydim, qilishim kerak degan narsalarga ko'milib ketadi-da odam. Kamdan kam odam hayotda o'zini topadi. O'sha o'zini topgandan keyin odam hayot boshqacha ko'rinadi. Siz o'zingiz topganmisiz? Da, menimcha o'zimni topganman. O'zingiz qilayotgan ishingiz o'zingizga yoqadi. O'zim topgan. O'shaning uchun menga mana bu qilish biror bir tajriba jarayonidagi mashaqqat, bolaga ko'p gapirib charchash bilinmaydi. Bilasizmi? Nega bizning avlodlar X, Y, Z deb ataladi? Kimdir bizni dangasa desa, kimdir aqlli deydi, kimdir esa bizning davrlarda deb gap boshlab qoladi. Keling siz qaysi avlodga mansubligingizni aniqlaymiz. Baby boomerlar, ya'ni bu buvalarimiz. Jiddiy tartib intizom bilan o'qishgan, gazeta va radio orqali ma'lumot olishgan. Mas'uliyatli, ishga jon kuydiradigan mehnatkash avlod. Lekin ular telefonda o'tirish, dangasalik deb o'ylashadi. X avlodi internet bor davrni ham, yo'q davrni ham ko'rgan yagona avlod. Ularni o'qishdan televizorlar chalg'itgan. O'qituvchilar ta'siri kamayib, o'qishga e'tibor shu avloddan boshlab susayishni boshlagan. Agar bu ta'riflar sizga taalluqli bo'lmasa, darrov urishib tashlash shart emas. Chunki yaxshi va yomon o'qiydiganlar har doim topiladi. Y avlod, ya'ni milleniallar. Smartfon yo'q bolalik va internetli yoshlik. Bir qo'lda daftar, ikkinchisida Nokia. O'qituvchilarga hurmat yo'qolib borayotgan yillar. Lekin hali do'stlar bilan ko'chada uchrashish,
o'ynash qadriyatlari bor bo'lgan bosqich. Men ham millenialman, lekin ustozlarimni hurmat qilaman. Z avlod yoki zoomerlar. Ular telefonsiz ovqat yemaydi, videolarsiz o'rganmaydi. Diqqatni atigi 8 soniyagacha jamlay oladi. Agar o'qituvchilar ta'lim uslublarini o'zgartirmas ekan, ularni o'qitish qiyin. Alfa avlod. Jiyanlarimiz, farzandlarimiz. Bu bolalar 4 yoshidan boshlab ekranni varaqlaydi. Maktabni masofaviy bo'lishini afzal ko'radi. Real hayotdan ko'ra ko'proq virtual hayot bilan yashaydi. Diqqatni bor yo'g'i 5 soniyagacha jamlay olsa ham ular sun'iy intellektdan siz va biz qo'rqqanchalik qo'rqmaydi. Beta avlodi. Bu bolalar kitob deganda ekranda chiqariladigan raqamli matnni tushunadi. Ular uchun haqiqiy hayotdan ko'ra neyro tarmoqlar muhimroq bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Maktablar 50 yil oldin qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday. Ammo bolalarning ta'limga va ustozga talablari o'zgarib boryapti. Agar ta'lim uslublarini o'zgartirib bormasangiz, hurmatli o'qituvchilar, yaqin 10 yilda bolalar darsingizga kelmay qo'yadi. Maktab hojatxonalari. Gapirmasa bo'lmaydigan kichik e'tibordagi katta mavzu. Ularning aksariyati mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Maktab binosidan uzoqda, eshiklari yaroqsiz, alohida bo'linmagan. Kameraga balo bormi? Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ora? Hidi yomonligidan ko'zni yoshlatadi. Suv yo'qligidan hatto qo'lni yuvishga sharoit yo'q. Tanish manzarami? 2019-yilda qo'shni Qozog'iston maktablarining xuddi shunday tashqi hojatxonalaridan birida 12 yoshli qiz zo'rlab ketildi. Shundan keyingina davlat uyg'onib, tashqi hojatxonalarni bino ichkarisiga ommaviy ravishda ko'chirishga tushdi. Natijada 3 yil ichida mamlakatdagi 2,5 mingdan ortiq tashqi hojatxonadan atigi 50 tagina qolgani aytiladi. Biz nimani kutyapmiz? Axir bu oddiy masala emas, bolalar hayoti masalasi. Uzurkuya ma'lumotlarga ko'ra, inson axlatining 1 grammida millionlagan virus, bakteriya, minglab parazit kistasi va 100 ga yaqin parazit tuxumi bo'lishi mumkin. Ichak kasalliklari, gepatit, diareya, bularning hammasi yomon sanitariya tufayli tarqaladi. Bolalar hojatxonaga bormaslik uchun suv ichishmaydi. Natijada ularning salomatligi yomonlashadi. Qiz bolalar uchun bu yanada kattaroq muammo. Yomon hojatxona past daromat, past ta'lim sifati degani. Lekin bu muammo yo'qdek, uni hech kim gapirmaydi. Maktabning xo'jalik masalalariga hokimliklar bevosita mas'ul ekanliklari 2018-yilda prezident farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Bu masalada birorta hokimni namuna qilib ko'rsata olasizmi? Yoki ta'lim muassasalarining direktorlari hokimlarga hojatxona qurib berish talabini qo'ya olishadimi? Nope. Aslida sanitariya normalariga ko'ra maktablarning har bir qavatida kabinalarga ajratilgan, rakovinasi bor, har 20 nafar qiz uchun bitta unitaz, 40 nafar o'g'il bola uchun esa bir unitaz va bir qo'shimcha pisuar bo'lishi kerak. Va eng muhimi, har bir hojatxona tualet qog'ozi, chiqindi qutisi, sovun va qog'oz sochiqlar bilan ta'minlanishi shart. Shu o'rinda xayriyaga imkoniyati va xohishi bor insonlardan o'zlariga yaqin maktablarning hojatxonalariga e'tibor berishlarini so'ragan bo'lardik. Axir u yerlarda o'zimizning bolalar o'qishadi. Hokimlarni kutib o'tiraversak, mayli, shu jumlani davom ettirishni o'zingizga qoldiramiz. Aytgancha o'rtoqlar, biz YouTube'da 1-1,5 oyda bitta video joylaymiz. Lekin har kuni Instagram, Telegramda o'tiramiz. U sahifalarimizda ham aktual mavzularda postlar, reelslar joylab boriladi. Shu sababli u yerlarda ham sizlarni ko'rishni istaymiz. Va mana bu sahifalar orqali biz bilan yanada yaqinroq bo'lishga chaqiramiz. Hozir obuna bo'lib qo'ysangiz ham mayli. Jiddiy e'tibor qaratilmayotgan yana bir masala bor. Maktab oshxonalaridagi taomnoma. Tushlik, matematika va o'qishlik ta'limning eng muhim qismlaridan biridir, degan edi bir yapon o'qituvchisi. 10 yillar oldin jiyanlarim maktabdan juda sifatsiz, qop-qora plastik idishda arzon energetik ichimliklar ichib yurishganini ko'rib, o'zim dahshatga tushgandim. Sir emas, bolalarga ota-onalar kunlik arzimagan pul berishadi. Tabiiyki, oshxonalarda ham shunga yarasha mahsulotlar sotiladi. Muddati, sifati, qayerda ishlab chiqarilgani noma'lum oziq-ovqat mahsulotlari, antisanitar pishiriqlar maktablarda kam deysizmi? Bolalar o'zimizniki. Ularning tushligini tashkil qiladigan bu mahsulotlar ustidan nazorat qat'iy o'rnatilishini so'ragan bo'lardim. Shunaqa o'quvchilar keladi menga. Miya shunaqa zo'r ishlaydi. Bitada oladi. Mana shu o'quvchilar yoshlikdan o'qilmaganda, to'g'ri yo'naltirilmaydi. Qanday o'qish kerak yoshlar? Yoshlarimiz bilim olishda, ilm olishda nimaga e'tibor berish kerak degan savolga men sportchilar misolida tushuntiraman. Masalan, bilamiz, sportchilar sportda yaxshi natijaga erishish uchun
uchta narsaga amal qilishadi. Birinchisi sportga, ya'ni mashg'ulotga, ikkinchisi uyqu va uchinchisi pitaniya, ya'ni ozuqaga. Agar uchalasi yaxshi bo'lsa sportchida natijaga erishiladi. Buni hamma trenerlar ayta oladi bemalol. Men ham qo'rqmasdan ayta olaman va buni o'zimda sinab ko'rdim men. Endi talabalarda, o'quvchilarda sinayman. Ertalab 80% o'quvchilar choy ichmaydi. Kech uxlaydi. Erta tura olmaydi. Choy ichmaydi. Obedda bo'lsa shirinlik, hot-dog shunaqa narsalar. Bitta kechki ovqatni uyda ovqat qilinsa yaxshi yeyish mumkin xolos. Bu bilan miya yaxshi ishlamaydi. Miyaga oqsillarga boy, vitaminlarga boy, kletchatkalarga boy ovqatlar yeyilsa, undan keyin miyamiz yaxshi ishlaydi. O'zimiz o'ylaylik, sportchilar yaxshi natija olish uchun yaxshi ozuqa yemasa, natijaga erishadimi? Erishmaydi. Yaxshi shug'ullansa ham, yaxshi uxlasa ham. Pitaniya yo'q. Natija bo'lmaydi. Bizda ham xuddi shunday. Darsda o'quvchilar 3-para dars bo'ladi. Ovqatlanib chiqqandan keyin rostakamdan uxlab qoladi. Atay qilmaydi. Qorin to'ygandan keyin odam uyqusi keladi. Uyqusi keladi ham yoki kech payt yaxshi uxlamaganligi, ertalab yaxshi choy ichmaganligi, hammasi bu yerda. Fiziologik jihatdan qarasak hammasi bor. Bu o'qish jarayoniga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Hammasiga retsept qilaman. Ertalabda nima yeysan? Buni yeyman. Yo'q, buni yema, buni ye ertalabda. Obedda bu ovqatni ye. Kechki paytda buni ye. Ularda sharoitdan kelib chiqqan holatda hammasi uchun har xil nima yeyish, yemasligini dan kelib chiqib, ularga retsept qilaman. Xuddiki trenerlar misoli. Trenerlar shunday qiladi. Siz ham ilm trenerisiz. Men ham ilm treneriman. Ko'proq hayoli uyini bitkizish emas yoki to'y qilish emas, farzandi bilimli bo'lishi birinchi o'rinda bo'lishi kerak ota-onada. Nimani o'rganyapsan? Yo'q, qo'shimcha vaqting bormi? Mofanda o'rgan. Buni o'qi. Nima yetmayapti senga? Qilib beraman. deb qilib berish kerak va o'zi buni nazorat qilish kerak ham desa. Davlatlarda oltin va neftdan ham qimmat resurs nima ekanligini bilasizmi? Bu inson. Chunki oltin va neft cheklangan resurslar. Ular ayrim davlatlarda ma'lum shaxslar yoki guruhlar manfaatiga xizmat qilishi ham mumkin. Ularga sarflangan investitsiyalar cheklangan foyda keltiradi. Birjada ham narxlari o'zgarib turadi. Inson uchun tikilgan sarmoya esa davlatga cheksiz foyda keltiradi. Uni rivojlantirish ortidan ta'lim va iqtisodiyot o'sadi. Bunga tabiiy resurslari cheklangan Yaponiya yoki Shvetsariyani misol keltirish mumkin. Ko'plab dunyo davlatlarida demografik inqiroz kuzatilayotgan bir paytda O'zbekiston aholisi keskin oshyapti. Aslida bu katta boylik va bunday imkoniyatni to'g'ri boshqarish misli ko'rilmagan rivojlanishga sabab bo'lishi mumkin. Buning uchun birgina yo'limiz sifatli ta'lim. Hurmatli ota-onalar, sizda qanday katta xazina borligini tasavvur qilyapsizmi? Bolalarning ilk ideallari sizlarsiz. Ular siz qilayotgan yoki qilmayotgan barcha harakatlarni eng to'g'risi deb bilishadi. Bu resursga tikkan investitsiyangiz esa albatta o'zini oqlaydi. 19-yil o'quvchi bo'lib olganimda 66 million 900 edi. Bu men birinchi topgan pulim edi o'shanda. Hali 18 ga to'lmagandim. 18 ga to'lmay pul topdim, xursand bo'lganman-da. Bilim bilan boshqacha-da va unaqa topish. Hozir har xil qo'shimcha punktlar kiritilgan, masalan, qanaqadir sertifikatlari bo'lsa, oyligiga qo'shilib boradi. Ustida ishlab mana shu sertifikatlarni olaversa, summa miqdorini oshirib borish mumkin. Masalan, olimpiadaga tayyorlashdan ham faqat mana emas, istalgan odam o'quvchi tayyorlash mumkin-da. O'quvchisi g'oliblik qo'lga kiritsa, bir martalik pul mukofoti emas, yiliga o'sha ustamasi ham bor. Masalan, oltinga 200% beriladi, kumushga 175, bronzaga 150. Ne только o'qituvchi, direktorga ham beriladi bu narsalar. Bundan tashqari davlat mukofotlari beriladi, shunaqa natijalarga erishgan sari. Va shunaqa ustida ishlab borsa, albatta bu mehnat talab qiladi. Hammani qo'ldan kelganda hamma oladigan bo'lardi. Albatta bu ustida ishlash talab qiladi. Sizning misolingizda qanaqa? Qachondan boshlab yaxshi daromadga kirishni boshladingiz? O'qituvchi bo'lib. Men o'zi 2019 da xalqaro kimyo olimpiadasida o'quvchi bo'lib kumush medal olganman Parijda. Keyin o'sha jamoaga qo'shilib olimpiadaga tayyorlashni boshladim va o'qitib yurib 21-yili bu maktabga rasmiy ravishda ishga kirganman. 2022-yili shu 200 million atrofida pul mukofotini olganman o'quvchilarim yutgani uchun. Keyin 23 ta ham oldim va bu yil ham oldim. Bu yil 378 million oldim-da. Yangi qaror chiqqani uchun endi o'qituvchilardan soliq olib qolinardi 12%. Hozir soliq olib tashaldi. Shunda to'liq summa beriladi.
babi bu narsa aktual mavzuga aylanib boryapti-yu, olimpiada, ayniqsa pul mukofoti bo'lgan, mayli pul bilan bo'lsa ham odamlarni e'tibori tortilyapti-da. O'shaning uchun ko'pchilik ota-onalar, bolalarni o'zi ham qiziqish ortyapti. Masalan, men o'zim gruppamdagi bolalarning sonidan ham xulosa qilib aytishim mumkin-da. Bu yil o'tgan yilgidan ancha ko'p bolalar olimpiadaga tayyorlanish xohishi bilan. Hosil bo'ladigan hozirgi kompleksimiz avvallari pigmentlar bo'lgan-ku, rassomlar ishlatganda. O'shanda pigment sifatida ishlatilgan. Qaltiryapman, hayajonlanyapman-da, buni portlab ketmasin deb. Xavotir olmang, bular toksichniy emas. Bu geksotsanoferrat degan modda, ikkovini qo'shganimizda birga kompleks hosil qiladi va uni rangi hozir ko'ramiz, chiroyli ko'k va juda ham intensivniy bo'lgani uchun buni pigment sifatida ishlatishgan. Bularning utilizatsiyasi qanaqa bo'ladi? Bizda o'zi organic waste bor, neorganic waste bor. Bular neorganic waste ga kiradi. Ular hammasi birlashtiriladi-da, neytrallanib, keyin yo'qotiladi. Bu общий kanalizatsiyaga tashlanadigan narsa emas. Bular zararsizlantirilishi kerak va maxsus o'zini utilizatsiya yo'li bor. Lekin o'zi umuman olganda bu yerda maktabda unaqa zaharli moddalar ishlatilmaydi-a? Yo'q, chunki maktab o'quvchilari uchun ma'lum bir chegaralar bor. Qaysiniki ular ishlatmaslik kerak. Shuning uchun unaqa moddalar bilan ishlamaymiz. Qarang, hozir temir, qo'rg'oshin deyapsiz-ku, lekin bular suyuqlik ko'rinishida. Bular ion holatida tuzlarida. Qo'rg'oshin 0 oksidlanish darajasida bo'lsa, u metall bo'ladi. Agar u 0 dan plusga o'zgaradigan bo'lsa, demak u suvda eruvchan tuz hosil qiladi. Yodid ionini qo'shsak, qo'rg'oshinga yodid qo'shsak, oltin yomg'iri degan reaksiya bo'ladi. Bu ham intensivniy pigment sariq. Qoyil, mana shu ikkita shaffof suvga o'xshagan kimyoviy reagentlardan shunaqa narsalar hosil bo'lyapti-da. Hammasi shunga o'xshagan narsalardan hosil bo'ldi. Haqiqiy ustoz bo'lish bu orzu qilinadigan va bir umr mehnat qilinadigan. Zamon o'zgarsa ham bu ustoz, haqiqiy ustoz hamma vaqt ustoz bo'ladi. Endi nomiga vaqt o'tkazish uchun, ozgina ishlab turish uchun, oilaga yaxshiroq bo'lgani uchun, tinch bo'lgani uchun mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ustozlik emas-da. Hamma ishda ham shunaqa. Hamma ishda ham shunaqa. Hozirgi zamonda, ayniqsa O'zbekistonda o'zingizni jon kuydirib yaxshi ishlasangiz, o'qituvchi bo'lib, birinchidan yaxshigina pul topasiz. Ikkinchidan hamma hurmat qiladi. Ishingiz yengil. Ko'p kasblarga qaraganda ishingiz yengil, hamma hurmat qiladi. Faqat sidqidildan ishlash kerak. Misol uchun viloyatlardagi maktablarni bilmayman, lekin ular ham agar yaxshi o'qituvchi bo'lsa, deylik qo'shimcha dars orqali, boshqa orqali bemalol ishlasa bo'ladi. Shunga nima to'sqinlik qilyapti? Ularga qo'yiladigan yuklamalarmi, vaqti yo'qmi yo xohishi yo'qmi? Ortiqcha qog'ozbozlik, yuklamalar, majlisga kelish kerak, soatidan oldin chaqirib oladi. Xullas, bosim ostida ishlaydi o'qituvchi. Tarbiya bilan shug'ullanish kerak, davomat bilan shug'ullanish kerak. Ota-onalar jalba qiladi, nimaga unaqa qilding, bunaqa qilding deb. Xullas, bu muammoni agar bu tomonlama yechadigan bo'lsa, yecha olmaymiz. Tanish bilish bilan qachqachadir ko'tarilishingiz mumkin-da. Unga bog'liq bo'lasiz yo ketasiz, shunaqa bo'ladi. Yoki vaqtinchalik bo'ladi. Vaqtinchalik bo'lasiz. Men tanish bilish bilan bo'lganlar vaqtinchalik bo'ladi, ketadi. Siz agar tepaga chiqmoqchi bo'lsangiz, deylik, millioner bo'lmoqchisiz yoki zo'r o'qituvchi bo'lmoqchisiz yoki zo'r sportsmenlarni oling, chempionlarni oling. Tanish bilan bo'lganmi? Yo'q, tanishni chegarasi bor. Agar bolangiz zo'r, haqiqatdan bir narsani kuchli mutaxassisi, biznesmen, zo'r biznesmen bo'lmoqchi, boyvachcha bo'lmoqchi, prokuror bo'lmoqchi, prezident bo'lmoqchi, misol uchun zo'r o'qituvchi bo'lmoqchi, muhandis bo'lmoqchimi? U narsa ishlamaydi. Agar bolangizni o'rtacha bo'lishini xohlasangiz, shunaqa tanish bilishingizga ishoning. Ertaga ishga olib kirib qo'yadi, ertaga mana bunaqa bo'ladi deb ishoning. Agar bolangizni o'rtacha bo'lishini xohlasangiz. O'zingizni misolingizda, masalan, siz ishingizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi O'zbekiston sharoitida? O'zini kasbini yaxshi bilgan odam qo'rqmaydi-da. Yaxshi o'qituvchi defitsit-ku. Bormi hozir olamiz ishga? Yaxshi o'qituvchi yo'q. Men xohlardim men qilayotgan ishni, men endi fizik imkoniyatim yetmay yetgancha qilyapman. Men qilayotgan ishlarni qishloqlarda, chekkalarda ham o'qituvchilar qilsa bo'ladi. Imkoniyati ham yetadi, bilimi ham yetadi-da. Xohlardim shu narsa bo'lsa, biz agar o'qituvchilar agar bitta fizikada emas, matematika, ingliz tili, hamma fanlarda ustozlar agar jon berib 5 yil, 10 yil ishlasin, davlat bilasizmi qanaqa u yetishib chiqqan kadrlar qanaqa ko'taradi.
Bosing qo'rqmasdan. Oxirigacha faqat. Ha, oxirigacha. Ha, ketdik. Davay, bosing. Oxirigacha. Qattiq bosing. Bosing, bosing. Massaga bog'langan. Bog'langan. Isbotlab qo'ysin bizga. Rahmat. Mendan ajralib chiqayotgan narsani massasi muhimmi, tezligimi? Hozir katta toshni olib otib yuborsam, mashina hozir olib otib yuborsam, ustiga chiqib, mashinada ketamanmi orqaga? Albatta, ketaman nimaga? MV, jism impulsi MV. Xo'p, tezlikka ham juda ham bog'liq. Qani ko'raylik qay darajada bog'liq. Orqada hech narsa yo'qmi? Marhamat. Ara bo'lmasam. Ketdi. Ketdi. Ba'ziga odamlarda, ba'zi o'quvchilarda ham ota-onasi yo'l etdi. Qanaqadir tanish bilishda edi. Shu paytgacha ota-onam birorta narsada tanish bilish bilan ishimni hal qilib bermagan. Boshqa sheriklarimda ham ko'rganman. Zo'rlari bor edi, zo'r bilimlilar. Hammasi zo'r joyda ishlayapti hozir. O'qib turib yaxshi natijaga erishmaganini ko'rmadim. Ya'ni zo'r o'qib turib deyapman. Men o'qib turib degani shunchaki emas. Biror joyga ish so'rab bormaganman shu paytgacha. Menga ish bering deb ishga bormaganman. Oliy o'qiyotgan paytimda abituriyentlarga to'garak o'tardim. Bitta maktabda. O'sha maktab Agar mendan maktablarda qanday fan va mavzular kuchaytirilishi kerak deb so'rashsa, o'zimizning bugungi kundagi kamchiliklarimizdan kelib chiqib, ekologiya, yo'l harakati qoidalari, anatomiya hamda bolalarni gigiyena va mehnatga jalb qiladigan fanlarni tanlagan bo'lardim. Tabiat va jonivorlarga shafqatsiz munosabat, yo'llarda qoidalarni mensimay harakatlanish, sog'lig'imizga kam e'tibor va mas'uliyatning kamayib ketayotgani bu o'zimizning muammolar. Bunda oiladagi tarbiya bilan birga ta'limning ham o'rni bor. Moliyaviy savodxonlikni ham alohida dars sifatida kiritib, bunga haqiqiy bilimli ustozlarni jalb qilish kerakdir balki. Chunki O'zbekiston savodxonlik darajasi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda tursa ham, moliyaviy ilmlar reytingida juda quyidan joy oladi. Bugungi kunda kredit ustiga kredit, toqatsizlikdan qarzga botish, tavakkalchilik va qimorga asoslangan o'yinlarga moyillik, turli internet tovlamachilari tuzog'iga ilinish, moliyaviy piramidalar, tarmoqli marketinglarga aldanish, bularning hammasi moliyaviy savodxonlik yetishmasligidan kelib chiqadi. Aslini olsak, pulni topishdan ham uni sarflash qiyinroq. Buni bizga o'rgatishmaydi. Men ko'p maktablarga kelib kuzatganman, maktablarga kirib darslarni kuzatganman. Ustoz majburligidan dars o'tadi-da. Bolani tinchlantirish kerak, jim ushlab o'tirish kerak. Birinchi qiladigan ishi, xohishi bolani jim ushlab o'tirish. Unga bilim o'rgatish, narsa berish degan narsa yo'q. Faqat bolani jim o'tirsa bo'ldi. Shu narsa bo'lib qolgan. Nima uchun? Chunki ustoz majbur. Haydab o'ra olmaydi, darsdan chiqara olmaydi. Mana men o'zimning darsimda, institutda ham, maktablarga borganda ham bitta shartni qo'yaman. Meni darsimga majburlab olib ko'rmaysiz hech kimni. Ikkita bola o'tirsin, o'zi xohlab o'tirsin. Siz endi qo'ymaysiz demak. Men endi shu paytgacha birorta institutda ishlaganman, litseyda ishlaganman. Shuncha maktabga dars beraman, shuncha o'quvchim bor. Birortasini majburlab o'tirgizmayman. Shu o'quvchilarni energiyasidan o'qituvchi energiya oladi. Lekin undan oldin siz ularga o'zingizni ko'rsatib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Albatta. Birinchi darsga, misol uchun, bitta odam kelsin, siz unga shunaqa dars o'tingki, u chiqib aytadi, "Voy, men bunaqa bo'ldim, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, zo'r dars ekan." Ikkinchisi qiziqib qaradi. Shunaqa qilib, mana shunaqa tarqalish kerak. Davomat qanday hozir sizda? Zo'r. Davomat zo'r. Davomat zo'r. Hozirgi bolalar shunaqa, menimcha katta odamlar ham shunaqa. Sizdan bitta tushunmay yurgan narsasini siz tushuntirib berdingiz-a? U o'rgandi shu narsani-da. Hayotda chiqib bir joyda ko'rdi. Siz anaqangiz oshadi. Demak, mana shu odam darsiga kiraveradi. Siz misol uchun fokusni ko'rsatib, fokus sirini oching va o'sha fizika bo'lsin, bo'ldi, ana unda yeydi. DTM tizimi hisob qo'ygan shu qolipga o'qituvchilarni. Qo'yilayotgan talab har yil bitta narsada. Bitta narsa, bitta planka. Ular o'zi plankaga yetgan, dalishi hech qatga. O'zi o'ylayman, mana shu qolipni qaqda buzish kerak. Qolipni buzish nima degani o'zi? U faqat olinayotgan puldan emas. Masalan, olingan puldan ko'ra u olimpiadaga borib, o'sha butun dunyodan kelgan mentorlarning orasida olimpiadada ishtirok etish, jarayonda qatnashish o'zi
umuman absolyut boshqa narsada. Bu ancha qimmat turadi. Bu nima deydi, hissiyot. Mana shu narsalarni tatib ko'rish kerak, ularni как-то mana shu narsaga yo'naltirish kerak va ular ham shu narsaga harakat qilish kerak. Masalan, bo'lmasa shu qolipda qolib ketaveradi deb o'ylayman. Yer yuzida hozir 1 milliarddan ortiq odam yangi til o'rganyapti. Bekorchilikdan emas albatta. Sabab oddiy. Ko'proq til, ko'proq pul va imkoniyat degani. Chunki bir nechta til biladiganlar bilmaydiganlardan 15% gacha ko'proq maosh oladi. Lekin eng muhimi o'rganayotgan tilni to'g'ri tanlash. O'zbekistonda ham ota-onalar bolalarini ingliz yoki rus tiliga ixtisoslashgan maktablarga berishni xohlashadi. Bu tanlovni hech tahlil qilib ko'rganmisiz? Masalan, ingliz tili 100 dan ortiq davlatda gaplashiladi. Dunyodagi har 5-6 odam bu tilni biladi. Internetdagi barcha ma'lumotlarning yarmidan ko'pi dasturlash, biznes, ilm-fan, diplomatiya bularning hammasi inglizcha. Qo'lingizdagi pul hamma davlatga o'tmasligi mumkin. Lekin dunyo tili hamma yerda hech qanday konvertatsiyalarsiz amal qiladi. Shu sababli uni super valyuta ham deyishadi. Osonlik darajasiga ko'ra ham ingliz tili ancha yuqori o'rinlarda. Rossiya, ayrim sobiq ittifoq davlatlari va xorijdagi rus tilli mahallalar. Umuman olganda dunyo bo'ylab 260 million odam rus tilida gaplashadi. Bu arab, ispan, hatto bengal tilidan ham kamroq ko'rsatkich. Gruziya, Boltiqbo'yi davlatlari, Ukraina ham allaqachon rus tilini inkor qilgan. Internet ma'lumotlarining 6% rus tilida. O'rganish qiyin tillar ro'yxatida ham rus tili yuqori 5likka kiradi. Biz sizni hech qanday tildan qaytarmoqchi emasmiz. O'rgana olsangiz, hatto o'lik til, lotin tili ham kerak. Hammasi maqsadga bog'liq. Farzandingizning til o'rganishini istasangiz, u ketkizgan vaqti evaziga bu til unga yaqin yoki uzoq kelajakda nima beradi degan savolga oldindan aniq javobingiz bo'lsin. Agar daromad, karyera yoki global imkoniyatlar haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, butun dunyo foydalanayotgan tillarni o'rganish foydaliroq. Bugun hamma tirikchilik bilan band. Oilalarda ota-onalar baravar ishlamasa bo'lmaydi. Ishdan uyga charchab kelishganida farzandlarining darslari bilan shug'ullanishga kuch topa olishmayapti. Lekin o'quvchilar 168 soatlik haftasining 77 soatida uxlab, 8 soatini sevimli mashg'ulotlariga sarflab, 35 soatini maktabda o'tkazsa, qolgan 49 soati bevosita va bilvosita ota-onalar bilan bog'liq. Demak, ularning farzand ta'lim va tarbiyasi mas'uliyati maktablarnikidan ham ko'ra ko'proq. Mana siz o'zingiz kimyoni xohlamagansiz-ku, uydagilar xohlagani uchun o'qib, mana eng zo'rlardan biriga aylangansiz. Balkim ota-onani majburlagani to'g'riroqdir qaysidir ma'noda. Agar bolada aniq maqsad bo'lmasa, masalan, men o'zimga keladigan bo'lsa, to'g'risi menda bir men buni xohlayman degan menda yonib turgan maqsad bo'lmaganda o'sha payt. Neytral bo'lganman. Ko'p bola hozir shunaqa neytral, asobiy xohishi bo'lmaydi. Endi buni ham tushunsa bo'ladi. Hali hayot nimaligini bilmagan odam bo'ladi. Shuning uchun men neytral bo'lganman, shuning uchun menga mana shu yaxshi variant deyishgani uchun kirganman, o'xshab ketgan. Ya'ni kirganimdan keyin men yuz yoqish boshlagan, o'xshagan, nimadir o'zgaryapti, o'sish bo'lyapti. Keyin odam kirib ketadi shu narsaga. Shuning uchun albatta ota-onani bu yoqda roli katta-da, qaysi momentgacha majburlash ham kerak. Masalan, "Yo'q, men hech narsa yoqmayapti" deb o'tirgan bolaga, "Mayli, hech narsa yoqmayapti, davay, mayli, o'tira qol" deb bo'lmaydi. Unda nimagadir yo'naltirish kerak. Shunda o'qituvchi bilan ota-ona birga ishlash kerak-da. Masalan, o'qituvchi biladi nima unda yaxshiroq o'xshashini. Ota-ona endi uni qiziqishlarini, xarakterini, irodasiga baho bera oladi. Kelishib, как-то yo'naltirib yuborish kerak. Hamma gap o'qituvchida, ustozda. Ota-onaga ham uncha bog'liq demayman. Chunki ota-onalar hozir bolasini maktabga bergandan keyin bo'ldi. Ustoz nima desa o'shani qilaveradi. Ha, ustoz aytdi qilaver deydi. Ustoz agar zo'r bo'lsa, biz 10 yilda ishoning Yaponiya, Italiya hech narsa bo'lmay qoladi. Chunki men ko'rganman, bizning yoshlarimiz, bizning o'zbekning qoni, uni o'zbeklarning qoni deydi, genetikasi juda kuchli ekan. Nimaga unaqa bilmayman o'zim. Solishtirib ko'rganman yoshligimda. U da har xil davlatga borib, gaplashib, har xil narsani sinab ko'rganman. Sportda, misol uchun, olimpiadalarda, boshqalarda. Mana o'zbekda bitta shunaqa narsa bor. O'zbek odami ixtiyoriy tilni xuddi o'zinikidek native gapira oladi, til aylanadi. Misol uchun, inglizga rus tilini o'rgatsangiz aksent bilan gapiradi. Ming zo'r o'rganganman. Rusga koreys tilini o'rganing aksent bilan, lekin o'zbek любой davlatning tilini, millatning tilini xuddi o'zidagidek qilib gapira oladi.
Turibdi bir bola maqbara qoshida. Savollar band edi bolaning yodi. Ko'r amir nima? Ne ichu tashida. O'zi soddagina temirdir oti. Gumbazga termilib og'riydi bo'yni. Chiqadi, kiradi qabrga tiriklar. Bola kaytiradi, unutib uyni. Voqealar qilganlar ijroga katta-ku. Ko'pda endi stilli musobaqa bo'ladi, matematika bo'yicha. Kara jadvaldan bo'ladimi? 6 kara 5, 35. 6 kara 5, 6 kere 5 mi? 6 kere 5 30. hop. 7 kara 4, 7 kere 4 Son nechi qarang son. 32. 7 kara 4. 7 kere 4 32. Yok. Yok 7 kere 4 28. 28. 9 kara 5, 45. 5. 5 kara yaxshi ulargansan endi. 3 kara 7, 3 kere 7 24. hop. 21. Hareket vardı ben yaş bilemem. Biz ya sal heyecanlandım da. Hech davlat jo'ragan odam miya charcha uyqusi kelsa darsda shuni partalarga shunday sharoit qilingan. Shuni partani to'nkarilgan, choy ichilgan tanaffusda 1 soat yarim soat vaqt ajratib, keyin uxlashga ham sharoit bor ekan. Shuni stol nimadir shuni chappada ekan, yostiqchadan shunday ekan, men uxlaver ekan. Charchaysan. Qancha qoldi? Hey yaqin qol. Ha, qizlardan film o'tsak, son nechi bo'ldi? Telefon naryoqda, mashina qolib ketdi. Neyse kırarız işlerimiz belliğimiz abi. Yani neyse kırarız ki. Böyle mektep geldi bir şey şu böyle koyamam. Zetratte. Şu koyamam da iş. Aşağı durar. Yo böyle koyamam da koyamam. Böyle. Ukajonlarim, singiljonlarim. Maktab paytlarimizda bizdan kim bo'lasan deb so'rashsa, hokim, harbiy, uchuvchi, shifokor, boringki prezident bo'lamiz derdik. Men yaqinda siz tengi bolalarga shu savolni bersam, bloger bo'laman, youtuber bo'laman deganlar ham bo'ldi. Lekin unutmangki, bu uchun ham o'qish kerak. Chunki o'zingizda nimadir bo'lsagina siz auditoriyangizga nimadir bera olasiz. Yoki mana bunday yozayotganlarga nima deb javob berishga hayron qolaman. Chunki ishonamanki, ularga hech qaysi maktabdagi o'qituvchi harflarni bunday yozishni o'rgatishmaydi. Nima deb yozilganini o'qiy oldingizmi o'zi? O'qituvchi internetdagi narxi qimmat, xizmatining tayini yo'q infolutboz emas. Ular oyligi ko'p bo'lsa ham, kam bo'lsa ham sizga tekinga dars o'tadi. Bundan foydalanib qoling. Bir kun kelib albatta ularga rahmat aytasiz. Xuddi biz kabi. Siz rahmat aytish xohlagan maktabdagi ustozingiz. Ular ko'pda, hozir bittasini aytsam bo'lsa qolib ketadi siz. Demak, maktabdagi ustozlaringiz hammasini o'rni bor. Albatta. Ayniqsa matematika o'qituvchim Robiya opa meni yaxshi matematikani o'qishga katta sabab bergan. Undan keyin fizika fani o'qituvchim litseyda Ra'no opa. Mana shu ikkita ustoz meni asosiy bazamni yaratib bergan. Undan keyin ustozlarim juda ko'p, fizika matematikani o'zidan. Men o'zimni olimpiadaga tayyorlagan va kimyoni mana shu hamma rang-barangligini ochib bera olgan 3 ta odamga rahmat aytaman. Boltayev Behzodbek, Muhsimov Javlonbek va Boltayev Boburbek. Mana shu 3 ta insonga men rahmat aytaman. O'sha hayotingizdagi резкий поворот bo'ladi-ku. O'sha поворотni qilishda yordam bergan odamlar bo'lgani uchun. Ashurov Nomonjon domlaga katta rahmatimni aytmoqchiman. Chunki meni o'zimga bo'lgan ishonchni juda yuqori natijaga olib chiqqan. Matematika ustozim Rahimberdiyev Eldorbek domlaga rahmatimni aytmoqchiman. Juda ham hurmatim cheksiz. Hozirda bu ustozim bilan birgalikda ishlaymiz. Birgalikda ishlaganimdan juda ham xursandman. Yangi challenge ga qo'shilasizmi? Bu videoni tayyorlashdan oldin o'zimga savol berdim. Men bunga haqlimanmi? Ha. Men maktabdagi eng namunali o'quvchilardan biri bo'lganman. Alifbe bayramimda A harfi bilan sahnaga chiqqanman.
fan olimpiadalarida qatnashganman, maktabni faqat 5 bahoga tugatganman va bu a'lochiligim hayotimda katta rol o'ynagan. Agar boshlang'ich sinf ustozim Aliboy va Oylar har bir diktantimni sinchiklab tekshirmaganida, ona tili ustozlarim Qurbon va Zulfiya va Sharofat Kenjayevnalar menga harflarning qadrini o'rgatmaganida, to'g'ri va ta'sirli yozishning mas'uliyatini his qildirmaganida, men bugun jurnalist bo'la olmasdim. Ustozlarim, sizlarga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Va shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, siz ham o'ylab ko'ring. Hayotdagi muvaffaqiyatingizda qaysi ustozning hissasi bor? Keling ularga hurmat yuzasidan challenge boshlaymiz. Instagramingizda eng sevimli maktab o'qituvchingizga minnatdorchilik bildiring va ustoz sizga rahmat hashtagi bilan post yoki stories joylang. Ishoning, bu ustozingizga yetib boradi va ular bundan juda xursand bo'lishadi. Challenge-ga qo'shilasizmi? Orangizda bilimli yoshlar ko'pligini ham, ko'rsatuvni shu yergacha ko'rganingizni ham bilaman. Hozir o'zini ko'rsatadigan, ko'rsatsa bo'ladigan zamon. Qo'lingizda gadjetlar bor. Keling ulardan yana bir yaxshi maqsadda foydalanamiz. Agar sevgan faningizdan o'zingizni eng zo'ri deb hisoblasangiz, ijtimoiy tarmoqlarda mos raqibni bellashuvga chaqirib, postlar joylang. Xuddi sportchilardek. Hammadan bilimli ekanligingizni bir ko'rsatib qo'ying. Qani kim-kimdan zo'rligini biz ham mazza qilib tomosha qilaylik. Ilmga qiziqadigan investorlardan ham faqat sportga pul bermay, xususiy fan olimpiadalari tashkil qilib, bilimli bolalarni qo'llab-quvvatlash masalasini ham bir o'ylab ko'rishlarini iltimos qilib qolaman. Ta'limi sifatli bo'lmagan davlatning kelajagi so'roq ostida bo'ladi. Aldov, korrupsiya, nepotizm, haq-huquqlarning buzilishi, qimmatchilik, jinoyatchilik, sifatsizlik, sharoitsizliklar. Bularning hammasi ilmga e'tibor kamligidan yuzaga keladi. Biz vakolatli davlat tashkilotlaridan maktablarda qanday kamchilik bo'lsa, so'zsiz bartaraf qilishlarini, ota-onalardan farzandlar ta'limini faqat o'qituvchilarga yuklab qo'ymasliklarini, o'quvchilardan o'z kelajaklariga befarq bo'lmasliklarini, o'qituvchilardan esa sharafli kasblarida mehnatdan charchamay, vatan kelajagi oldidagi mas'uliyatlarini to'liq anglashlarini so'ragan bo'lardik. Katta mavzu bilan vaqtingizni olgan subyektivning kichik jamoasi o'qituvchilik eng sharafli va hurmatli kasb bo'lib qolish tarafdori. Fikrlarimiz subyektiv bo'lishi mumkin, lekin uning ostida achchiq haqiqatlar yotadi. Biz bu ozod diyorning eng umidbaxsh kunimiz. 1-sentyabrda mustaqillik kunimiz. 1-sentyabrda chaqnab tursin chiroqlar, ko'chalar yorug' bo'lsin xilpirasin bayroqlar. 1-sentyabrda yangi hayot boshlanadi, go'zal hayot qurishga dadil qadam tashlanadi. Quramiz buyuk davlat, qoldirib izimizni, xalqlar aro oq bo'lar. Ko'rasiz yuzimizni, qo'lni qo'lga beraylik, vatan bo'lsin Guliston, hurlar aro hur bo'lsin mangu buyuk Turkiston.